Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 29-iyun haftani yakshanba kuni 2025-yil. Nech pul deyapsiz buni? 15 ming so'm, ha? Donaga ham sotasizmi? Donaga nech puldan? Donaga ham, pachkaga ham 15 ming so'm ekan. Tepadagilar nech puldan? Bular ham 15 ming so'mdan ekan. Ko'proq olsalaring arzonroq berishar ekan. Mana ko'ylakchani o'zi nech pul? 10 mingdan. Bular 10 ming so'mdan ekan. Necha yoshga tushadi bular? 6 yosh, 7 yosh. 6 yosh, 7 yoshlarga tushadi. Bizdagilar 5-6 yoshga tushadi. Bular 7 yosh, 8 yosh. Ana atlasni rasvetkalar ekan-a bu. Hali mayda ko'rsatdik-ku yangitda. Bular nech puldan? Mana bular. 25 ming so'm, 23 ming qilib berishar ekan. Donaga ham, pachkaga ham sotaverasa? Yaxshi. Telefon nomerlaring nechi? Xo'p, 90lik. Nechi? 362 84 00 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu ko'ylakchalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib. Buni oq ko'ylakchalar menga qarash. Mana shu hammasiga telefon qilaverasizlar-da. Ha, siznikini ham aytib qo'yamiz, siznikini ham ko'rsatib. Xo'p. Mana har xil nimalari bor ekan-a. Mana xolamning mahsulotlaridan mana. Ko'ylakchangiz nech pul? 10 mingdan bunisi, chekkadagisi mana bulari 10 ming so'mdan. Mana Qo'ying pastga. chekalari bor. Mana bu 8 ming so'mdan ekan. 8 minglik. Mana 8 ming so'mligi. Qaramda qaytarib qo'ying, barag'im. Ha, ana. Sizning nomeringiz nechi? 94lik. Bu aynan mana shuni o'zini telefon nomeri 94lik 559 559 30 30 32 ga telefon qilinglar. Mana shu mahsulot kerak bo'lsa. Oluvchilar telefon qilsa, hali bular bo'lmasga ham telefon qilmanglar-da.